Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunamiz. Tayland Kengash palatasi huquq guruhi Uyg'urlarning 2013-yildan boshlab tutib turilishiga munosabatlik javoblarni talab qiladi ekan. Tayland xalqi xabar torining 29 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Kengash palata a'zosi Angana Nilapaychit boshchiligidagi bu komitet 48 nafar Uyg'ur musofirning masalasiga ko'ngil bo'lganligini bildirgan. Kengash palatasi kishilik huquq komiteti Tayland davlat mudofaa ministri Phumtham Wechayachai bilan ko'rishib, hukumatning 2013-yildan boshlab Bangkokning Saturn rayonidagi ko'chmanlar o'rnida tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'ur musofirga bo'lgan planini muzokara qilmoqchi bo'lgan. Komitetning raisi, mamlakatlik kishilik huquq komitetining sobiq a'zosi, Kengash palata a'zosi Angana Nilapaychit bu suhbat faqat musofirlarning farovonligiga markazlashadi, hech qanday siyosiy partiyaning kun tartibini o'z ichiga olmaydi degan. Ko'chmanlar idorasining ularni ziyorat qilishiga ruxsat qilmagandan keyin bu komitet mahbuslarning farovonligiga ko'ngil bo'lganligini aytgan. Dokladda ma'lum bo'lishicha, nazarband ostidagi Uyg'urlar intayin nachar sharoitda tutib turilayotgachqa ochliq e'lon qilgan. Angana Xalqaro Qizil Kirist jamiyatining yurtqa qaytarish mazgiliga qarata maslahat berishini tavsiya qilganligini aytgan va yana Davlat bexatarlik kengashi va Tashqi ishlar ministrligini o'z ichiga olgan barliq organlarning Taylandning xalqaroliq majburiyatini ado qilib, musofirlar yoki panohlik tilguvchilarni xatarlik ahvolga duch keladigan joyga avatmaydiganligiga kafolatlik qilganligini aytgan. Mush ayning beshida muavin bosh ministerlik vazifasini o'tayotgan Phumtham hukumatning 48 nafar Uyg'urni Xitoyga surgun qilmoqchi bo'layotganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qilgan. U bu ayblashning chinligidan gumonlangan va ba'zi shaxslarning bexatarlik kengashi yig'inida muzokara qilingan masalalarni qandoq bilalaydiganligini so'ragan. 48 nafar Uyg'ur musofiri 2013-yili Sharq Turkistondan qochib chiqqan 300 kishilik guruhining bir qismi bo'lib, Tayland doiralari tomonidan tutib ketilgan. Filippin Xitoyning tajovuzchilik harakatlari va tashviqotlariga qarshi hajviy rasmlik roman bostirib tarqatgan. Mudofaa xabarlari xabar torining 28 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Filippin juma kuni Xitoyning Janubiy dengizdagi tuproq talabiga munosabatlik tashviqotiga qarshi qiziqarli bir kitob e'lon qilgan. John Muallimning hikoyalari nomli 40 betlik hajviy kitob Filippin doiralari tomonidan tanishtirilgan. Həcvi rəsmlər bilan yozilgan bu romanda Filippinlik o'qituvchi va uning yosh o'quvchilarining ranglik rasmlari, murakkab territoriyalik munoziralari bayon qilinish orqali Filippinliklarning maydoni ta'kidlangan. Kitobda tasvirlangan bir o'quvchi Xitoyni zo'magar desa, yana birisi Beyjingning qilmishi kishini bezor qiladi degan. Davlat bexatarlik maslahatchisi Eduardo Ano Manilada o'tkazilgan kitob ko'rgazmasida Xitoy doiralari davlat qo'llagan taratqular va shaxslar bilan birlikda bizning tirishchanliklarimizni inovatsiz qilish, o'zlarining bir taraflama tashabbuslarini oqlash uchun to'qilmalarni tarqitishni davomlashtirmoqda dedi va Filippinning Xitoyning barliq saxta tashviqotlariga taqobil turish uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatganligini aytdi. Filippin Janubiy dengizining talash tartishdagi dengiz tavalligida harbiy jihatda ustun turadigan Xitoyga qarshi tang-pungsiz kurash qildi. Bu ahvol Beyjingning tajovuzchilik harakatini to'sish uchun Amerika va boshqa do'stona davlatlar bilan bo'lgan bexatarlik ittifoqligini kuchaytirishga yo'l ochdi. 2 yil ilgari Filippin Xitoyning talash tartishdagi suvda kuchlik suv zamburigi ishlatish va xatarlik to'sish manovri orqali kun sayin keskinlashayotgan harakatlarining sin va suratlarini yerlik va xalqaro tomoshabinlarga tarqatdi. Xitoy bilan Filippin dengiz qirg'oqi muhofazachilari o'rtasidagi zamin to'qinishi davomlashdi. Talash tartishdagi suv yo'lidagi kun sayin keskinlashayotgan harakatlarga qarshi turishda Filippinning asosli qo'llovchilari bo'lgan Amerika va Kanada bosh elchilari hajviy rasmlik romanni tarqitishga qatnashdi. Xitoy butun suv yo'liga qarata o'zlarining tashabbusini ko'p qatim o'tirg'a qo'ydi hamda Filippin va boshqa raqib davlatlarni tajovuz qildi deb aybladi. Kitoblarning tashabbuschilarining biri bo'lgan Filippin dengiz qirg'oqi muhofazat atritining boshlig'i Jay Tarialaning aytishicha, bu hajviy romanning taxminan 11 ming nusxasi haqsiz tarqatilgan bo'lib, iyona ahvoliga asosan yana minglagan nusxasi besib chiqarildi ekan. Davlat bexatarlik maslahatchisi Eduardo Ano mundaq dedi: Bu tashabbus Xitoyning qonunsiz harakatlari, tajovuzchilik qilmishlari va bo'za qilish taktikalarini oshkorlash bilan birga bizning dengiz huquqimiz va doiralarimizni gavdalantirishni maqsad qiladi. Aniqlik xato uchurga qarshi turishdagi kuchli qurol bo'lg'achqa, bu harakatlarni yo'ritib berishimiz intayin muhim.
Siyasetning rəhimsiz dolqunlarida qıyqındı soqundu bo'layotgan bu yoshlarımızning char nachar ümidsizlikka, zarlanishqa, sharafxumarlikqa berilishga majbur bo'layotganligini anglamoqdamiz. Masalaning yana bir tarafini surishtirgan vaqtda kimning haqli ekanligini aniqlashda xilila jafo tortib kelyapmiz. Agar biz yoshlarning ko'nglini yo'riq qiladigan biror vositaning yo'qligini, o'qishga, o'rganishga jalb qiladigan biror jazbining o'ylashilmayotganligini diqqatga olsak, shundaqla yurtning eng ilg'or va taraqqiyparvar unsuri bo'lgan yoshlarning haqorat, tahdid va cho'chitishlardan qutulib bo'lolmayotgan bir holatini ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, u chog'da yoshlar o'z zorlanishlarida haqliq bo'lib chiqadi. Navoda biz milliy uyg'onish davri bo'layotgan bu kunlarda üstümüzge yüklengen milli vazifelerning ig'irligini, ko'pligini yodimizga keltirib, bugungi kundagi xilli qiyinchiliklarga bardoshlik berib, g'oyamizga yetishning hammadan muhim ekanligini tunib yetadigan bo'lsak, u chog'da yoshlarimiz bu ideallarda yengilishgan bo'ladi. Nimalar bo'lmasin, yoshlarimizni har qanday amal chorani ishga solibmi bo'lsa, ularni turli buzuq yo'llardan saskandirishning xizmatga, o'rganishga jalb qilishning biror chorasini tepish navbatdagi oldingi masalalar qatorida ko'z oldimizga tashlanib turibdi. Bizda yoshlarning hurligini, manfaatini, mavjudligini qo'g'dug'idek biror tadbir bo'lgandala, ondan ularning kuchidan xohlagancha foydalana olamiz. Shundaqla tavirmas, tayanch va kuchli homiy bo'lgan Sharq Turkiston yoshligi butkul moddiy va ma'naviy mavjudlik bilan yurt uchun fidokor va rizokorlardan bo'lg'usi. Manba Erk gazeti 215-son 1948-yili 3-noyabr. Uyg'urchaga og'dirg'uchi Borxon Muhammad. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.